Uzun HTML dərsidəki 45-ci qism HTML5-dəki tor bətni bufferlab saqlash. HTML5-ni işlətib cache manifest vücudu qurish orqali tor bətni torsiz muhitda bufferlab saqlab ko'rsatishni ishga oshirg'ul bo'ldi. Bufferlab saqlashning 3 asosiy salohiyati tovanligicha. Ya'ni bufferlab saqlagan vaqtda tor bətdəki bir qism uchurlar kompyuterda saqlanib, kompyuterdagi uchurlar shu bizning tor betimizdagi adresi bilan bog'lanish holati saqlanadi. Bunda bo'lganda biz bu tor betni bir qatim ziyorat qilib bo'lgandan keyin tor ochiq emas vaqtda bu tor betni açsaq, yanıla kompyuterimiz saqlanib qolgan uchurlar orqali bu tor betni davomli ziyorat qila olamiz. Ondan keyin tor betninki ichilish surati texnik tezlashidi. Uchinchidan bu har bir uchurni bevosita tor betini o'qimay bir qism uchurlarni kompyuter saqlab qo'yib o'qigan bo'lgan mulozim turib tor bet mulozim turib besimni zo'r darajada to'vatadi. Uni navbatda Internet Explorerdan boshqa barliq tor ko'rgüchlar qo'llaydi. Mesela mana oddiy misol qaraydigan bo'lsak, biz mayada vaqtga erishish degan besib, ma vaqtga erishishimizni orqali ma vaqtga erishib bo'lgandan keyin, agar men hozir tor betni uzitib, ma tor betni qayta açsam, dal mush vaqtga erishish degan boshqa vaqtga mush vaqt chiqadi. Demak bu mush vaqtga uchurni buningga bufferlab saqlab oldi. Endi buning asli kodi qaraydigan bo'lsak, bu HTML manifest degan qismida appcache degan bu buffer vücudini hosil qildi. Andan keyin hamma yerda bu vaqt uchurni ko'rsatgan JS kodi. Buning qaraydigan bo'lsak, bu faqat shu vaqt uchurni bevosita ko'rsatib beradigan kod. Andan keyin bu yerda vaqt uchurga erishdik deb ma'lum qilib vaqt uchurga erishdik. Erishgandan keyin mush uchur tor uzilgandan keyin saqlanib qoldi degan gap. Bu dal bizniki oldi degan bufferlash texnikamiz shu.